Alo, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Lolaxon opamiz bilan bog'landikmi? Ha, adashmading. Yaxshimisiz? Sog' salomatmisiz? Bezovta qilib qo'ydikmi? Rahmat, Allohga shukr. Go'zallarning go'zali bo'lgan qosh ko'zlari doimo chiroyli, ko'zlari porloq ko'zli, yuzlari oy kabi to'lin bo'lgan, osmonday nurli, quyosh kabi nurli bo'lgan bugungi shukronali kunlarning tavallud ayyomlarining qizchasi, qirolichasi, o'z malikasi, yaxshimisiz, salomatmisiz? Rahmat, Allohga shukr. Mehmonlarim bor. Aha, sizni daqiqalarda Telegram ijtimoiy tarmoqlarida o'z faoliyatini olib borayotgan samimiy tilaklar loyihasidan bezovta qilib qolyapmiz. Ha, Ushbu loyiha boshlovchisi bilan ayni damda muloqotdasiz. Biz sizni ayni damda ushbu ajoyib kun munosabati bilan avvalambor chin qalbdan muborakbod etib qolamiz, opajon. rahmat, o'talim. Ushbu ajoyib kun munosabati bilan bizning loyihamizda qo'ng'iroqlar loyihasi mavjud. Bu loyiha sizning yaqinlaringizdan qaysidir insoningiz, yaqiningiz ishtirok etib, sizni xursand qilishimizni bizdan iltimos qilib qo'yganlar. Aha, O'zlarining ajoyib tilaklari va tabriknomalari bilan biz tomon ajoyib dilnomalar yo'llagan. Mana shunday ajoyib shukronali kunlarda opajon, sizni kim xursand qilgan bo'lishi mumkin? Nima deb o'ylaysiz? qizlarimdir, o'g'illarimdir, yoki ukalarimdir, singillarimdir, kelinlarim bor. Aha, to'g'ri Ha. topdingiz opajonim. Yaqinlarimdir balkim. Aha, judayam to'g'ri topdingiz opajonim. Mana Ha. shunday shukronali kunlarda eng avvalambor yaqinlar bo'ladilar siz bilan birga bo'lgan. Sizni tabriklash maqsadida bizning eng sevimli bo'lgan opajonimizni bugungi shukronali kunlari bilan tabriklab qolasiz degan ukajoningiz Akmal hoji, keliningiz Mehribonxon, otajoningiz, onajoningiz, singillaringiz, suyanchalaringiz nomidan yo'llanib qolingan ekan ushbu maktublar. Aha, rahmat, sog' bo'lishsin. Opajon, Ular uzoq bo'lsin. ozgina qimmatli vaqtingizni olgan holda ularning siz uchun yuborgan dilnomalarini o'qib eshitsam maylimi, tinglaysizmi? Ha, albatta eshitaman. Aha, ular shunday debdilar. Assalomu alaykum, biz uchun qadrli bo'lgan qadrligimiz, mehri daryo, qalbi pok, yuzi nurli, darddek bo'lgan mehribonim, sizni bugungi unutilmas kuningiz bilan chin qalbimizdan, chin ko'nglimizdan samimiy muborakbod etib qolamiz. Hamisha sizga sog'lik, omonlik, bitmas, tuganmas baxt, boqiy umr, shu umrga yetgulik, omadlar tilaymiz. Kulgan yuzlaringizdan ham, kulib turgan ko'zlaringizdan hech qachon namlik ko'rmaylik. Xursandchilik onlari doim davomiy bo'lsin. Ilohim bizni har yaxshi kunlarimizda bosh bo'lib, duogo'yimiz bo'lib yuring. Doimo hozirgidek oilamiz ardog'ida, nurlarning hurmatida, e'zozda bo'lib yurishlik. Allohim sizga mustahkam sog'lik, ko'p rizq bersin. Amin, aytganingiz. Inshaalloh hammamizning baxtimizga sog' salomat bo'lib yuring. Oilangizda doim tinchlik, totuvlik hukm sursin. Opajonim, sizni judayam yaxshi ko'ramiz. Ko'nglingizda qilgan barcha duolaringiz qabul bo'lsin. Ilohim, bu dunyoda menga jondan azizlarim, Allohimga umri aziz azizlarim, sizga bitay g'ubori yo'q dil so'zlarim, omon bo'ling yuragimga yaqinlarim deya o'zlarining mana shunday ajoyib dilnomalariga yakun yasagan ekanlar opajon. Rahmat boriga shukr, ukalarim omon bo'lishsin. Qo'shganlari bilan qo'sha qarishsin, ikki dunyo saodatiga erishsin. Nasib yaxshi kunlarni ko'rib yuraylik. Ota-onam boshimizda bosh bo'lib yursin doimo.
yaxshi kunlarimizga sherik bo'lsin, hech yomonlikni ko'rmasin, ilohim. Ilohim aytganingiz kelsin opajonim. Siz bilan bo'layotgan samimiy suhbatimiz yozib olinmoqda. Sizning ham rahmatnomalaringizni albatta yetkazib qo'yamiz. Sizga sog'lik, omonlik tilab qolamiz. Mana shunday yaqinlar ardog'ida, e'zozda bo'lishlik har doim nasib etsin deb qolamiz. Mana shunday ajoyib kunlarni, kelgusi tavallud kunlaringizni Allohning baytlari bo'lmish Ka'batullohlarda yaqinlaringiz, oila a'zolaringiz bilan o'tkazishlik nasib ro'zi aylasin. Sog' bo'ling, Amin. salomat bo'ling opajonim. Shukronalik kunlaringizni ajoyib kayfiyatlarda o'tkazib oling. Rahmat, aytganingiz kelsin. Sizga ham sog'lik tilaymiz. Nasib baxtli, iqbolli bo'ling, nasib. Ilohim aytganingiz kelsin. Samimiy tilaklaringiz o'zingizga ham yor bo'lsin. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Rahmat, borlaringizga shukr, rahmat. Rahmat. Keldik yaqinlar bugun, tavallud kuningiz muborak. Aytib tilaklar bugun, tavallud kuningiz muborak. Yaxshiliklar nasib qilsin siz uchun, Alloh uzoq umr bersin siz uchun. Baxtimizga omon bo'ling biz uchun, tavallud kuningiz muborak. Baxtimizga omon bo'ling biz uchun, tavallud kuningiz muborak. Muborak, muborak, tavallud kuningiz muborak.
Keldik yaqinlar bugun, tavallud kuningiz muborak. Aytib tilaklar bugun, tavallud kuningiz muborak. Yaxshiliklar nasib qilsin siz uchun, Alloh uzoq umr bersin siz uchun. Baxtimizga omon bo'ling biz uchun, tavallud kuningiz muborak. Baxtimizga omon bo'ling biz uchun, tavallud kuningiz muborak. Muborak, muborak, tavallud kuningiz muborak. Muborak, muborak, tavallud kuningiz muborak. Bu kun didorga bir bahona, sof ko'ngillarga to'ldi bu koshona. Shukrona kun bugun bo'lsin shohona, tavallud kuningiz muborak. Shukrona kun bugun bo'lsin shohona,